kallasiga 1 million 200 ming. Men bu Abdurahmon Fozilov bilan Xayrullo akani ko'pchilik taniydi. Xayrullo akani tanimagan bo'lsanglar, 7-etapdan Sankt-Peterburgda tushib ketgan bolani qutqarib qolgan aka. Abdurahmon Fozilov gapirgan gapini eshitinglar, televideniyega, jurnalistlarga berayotgan intervyusini qaranglar. Shu bularga pul mukofotini bergan jamiyat, men ularning nomini aytib o'tirmayman. Juda ham bir ozgina bir rusparast edi-da, qanaqa. Eshitdinglar? Menda endi shu o'rinda savol tug'iladi. Abdurahmon aka, men sizga husumatim yo'q, boshqa yo'q. Nimaga siz nenavistni, rusparast 1 million rubl pul berdi? 1 million rubl pul berdi. Rahmat deb balki maqtov yorlig'i bilan jo'natib borsa bo'lardi bu Xayrullo akani. Lekin unaqa qilmadi. Margarita, po-mo'yim, berdi. 1 million rubl pulni berib, mana sizga deb berdi. Bizni o'zimiz o'zbeklar bir bo'lib bu insonga bir 100 ming rubl bermadi. Arman berdi, Ozarbayjon berdi, boshqalar berdi. Siz aytyapsizki, rusparast deyapsiz. Qayerdan shuncha nenavist aka? Nimaga siz gapirmayapsiz? Aka, Rossiyada bizning vatandosh millionlagan vatandoshlarimiz ishlaydi. Kun kechiradi, bola chaqasini uylantiradi, farzandlarini turmushga beradi, uylantiradi deb shu narsalarni gapirib chiqmayapsiz, aka? Sal bir haligi bloger ekanman deb turib, xohlagan gapingizni gapira olmang. Agar shu gapirgan gaplaringizni Rossiya televideniya kanallarida perevod qilib, ommaga olib chiqsa, o'zbek degan millatga nenavist uyg'onadi ruslarda. Siz har bitta gapirgan gapingizni o'ylab gapiring. Siz 3 million, 4 millionlagan odamni kuzatadi. Oka? Bu Xayrullo akadan Alloh rozi bo'lsin. Armani ham berdi, hamma millat berdi, lekin o'zimiz o'zbek diasporalar to'planib pul berdimi? Yo bergan bo'lishi mumkin, adashayotgan bo'lishi mumkin. Lekin shuncha har xil millatlar kelib, "Maladessan, haqiqiy nasayashi geroysan" deyapti. Siz O'zbekiston kelgandan keyin pasport, grajdanstvani majbur qildimi sizga deyapsiz. Oka, 10 yildan beri Rossiyada yurib, grajdanstvo ola olmayotgan insonlar bor. Prosta tak berib qo'ymaydi. Siz balki Rossiyaning qonunlarini bilmas ekansiz. Prosta takka grajdanstvo berib qo'ymaydi Rossiyada. Agar grajdanstvoni prosta takka berib qo'ygan hamma olardi. Qo'pol qilib gapirganda-da. Siz har bitta gapirayotgan gaplaringiz haligi nima deydi? Междунациональный konfliktga olib boryapti. Bu gapirayotgan gaplaringiz. Tushundingizmi aka? Jon aka, siz o'sha aviakassalaringizni, anaqalaringizni reklama qiling. Sizga manfaat bo'lmasa, bu Xayrullo akani ikki dunyoda topib kelmasdingiz. To'g'rimi? Sizga manfaat borligi uchun, sizga bana 5 yillik sertifikat deb turib, balki reklamaringizni tiqib olyapsiz. Mayli, omadingiz bersin, halolidan bersin. Tashto'alga musofirlarga ziyon yetkazadigan gaplarni gapirmang aka. O'zingiz yo'lingizda yurib, avtotuning reklama qilib yuring jon aka. Nima qilasiz? Musofirlarga ziyon yetkazadigan qilib gapirib, boshqa qilib. Yo bo'lmasam shu musofirlarni chaqirib, ish bilan ta'mirlab qo'ying.